A few moments later. Hammaga salom. Bugun sizlarni o'zim bilan olib ketmoqchiman. Bitta joyga bugun boramiz. Wow, zo'r ekan. Başça zo'r ekan. Wow! Buncha zo'r. Офигеть! Xullas, biz keldik. To'g'risi, başcha qo'rqoqni o'tishga. 5 minutes later. Asalligini. Dengiz otli ham bor ekan. Seulga keldik hozir. Endi ovqatlanamiz. Hadi chiroyli ekan. Voy, Jungkook. Ketdimi? Ketdi. Assalomu alaykum. Oh my god. Wow. Omni qarayomnaqalar ham bor ekan. BTS Batigana var. BTS ham bor ekan. Sam, Jin. Koreyada ham qimmatmi? Офигеть. Wow. Fotobudka. Hanbok ham bor ekan. Shu bor. BTS mana. Wow. Tapchkasi ham bor ekan to'planib. Tette. Kim Sokjin. Voy, dali. O'tay. Xamirlasi. Wow, kitaplar chiroyli ekan.
Shu kitobni bitta videoda ko'rdim, tekshirib ko'ramiz. Qani rostdan ham birinchi litr shunaqa yozilganmi yo'q. У моих родителей был самолет. Vau. Bitta kitob o'qiydigan joyim bor ekan. Muzikani eshitasizlar? Muzikani tanlagan odam просто молодец. Bugungi kunim haqida detalni aytib o'tirishim shart emas va o'zingiz ko'rdinglar. ICT ga to'g'risi birinchi marta borishim. Avval bormaganman. Boshqa katoqlarga borganman, lekin ICT ga bormaganman. Bordim. Yaxshi, oilaviy, do'stlar bilan vaqt o'tkazish uchun yaxshi joy. Albatta, hamma joyning plus va minus tomonlari bo'ladi. Detalni to'xtalib o'tmayman, lekin baho berishga kelsak, o'zimni shaxsiy fikrimdan kelib chiqsam, undan 6 beraman. Undan 6.5 beraman. Konkidangi to'g'risi oyoqlari og'rirkan, hali ham og'riyapti. Oyoq, bel. To'g'risi men konki uchishni bilmayman. Ozgina 10-15 minut trenirovka qildim, keyin o'zim qoyil qolib ketdim. Normal uchish boshlaganimga. Chunki necha marta borsam har doim yiqilaman. Konki uchayotganda unaqa yaxshi bilmayman. Ana rolikni ham tushishni bilmayman. Konki u yoqda tursin. No, yaxshi. O'rganib ketdik. Agar tez borib tursangiz, unaqa joylarga o'rganib ketasiz konki uchishni. Har doim havas qilaman konki uchadiganlarga, konki uchish sport bilan shug'ullanadigan qizlarga. Shunaqangi mazza qilib uchishadi. Ana tez uchganingizda shamol bo'ladi, salqin shamol. Ana shunaqa приятный-da, mazza qilasizda shunaqa payt. Shunaqa qilib, meni kunim shu joyigacha edi. Kstati, men bugun Seulmundan bitta narsa oldim. Buni daramshiklar yaxshi bilishadi nimaligini. Tadam! Bunaqa Kapiko degan konfet. Donali oldim. Tatib ko'rish uchun. Ko'ramiz. Yeb ko'rib, mana mashqda yozaman. Yoqdimi, yoqmadimi? Kim yeb ko'rgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, sizlarga yoqqanmi yoki yo'qmi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.